Upworkda faqat soatbay emas, balkim projektni ham sotsangiz bo'ladi yoki qanaqadir produkt yaratgansiz, o'shani sotsangiz bo'ladi. Bu xuddi boshqa marketplace'larga o'xshaydi. Masalan, ulardan bittasi bu Fiverr va keyin yana 3D modellar sotadigan marketplace'lar bor. O'shalarga o'xshaydi. Shunaqa qilib ishlatsak ham bo'ladi. Bu qanday bo'ladi? Siz qanaqadir model yaratgansiz, o'shani Upworkda qo'yasiz yoki qanaqadir Telegram bot yaratgansiz, o'shani Upworkda qo'yasiz, o'sha marketplace'iga va kimdir o'shani so'rasa agar, o'shani kopiyasini taxlab berasiz. Biroz u yoq bu yog'ini o'zgartirib, agar dasturchi bo'lsangiz, agar 3D model bo'lsa agar shunchaki o'zini sotib yuborasiz. Buni foydali taraflari, birinchisi o'sha mijozlarni sizni topishiga osonroq bo'ladi. Mijozda qanaqadir model siznikiga o'xshagan kerak, lekin aynan shunaqa emas. Sizga kelishini veradiganisi juda katta, chunki siz o'sha ishni allaqachon qilgansiz. Ikkinchi narsa, bu proyektni siz hal qilmabsiz, ha? Shunchaki o'sha proyekt haqida o'ylayapsiz. Uni konsepsiyasini taxlaysiz, qo'yasiz. Mana shunaqa proyektni mana shunaqa pulga sotaman deb, mijoz kelgan vaqt o'sha proyektni yaratasiz. Bu degani bir 10 ta proyekt yaratib qo'ysangiz agar, menimcha bu yerda maksimum 20 ta yaratib bo'ladi. 10 ta yaratib yoki 20 ta maksimum yaratib qo'ygan bo'lsangiz agar, bittasiga mijoz tushsa, o'sha ishni qilib berasiz yoki sizda hali proyektlar bo'lmasa, qilishni boshlaysiz, paxodni bu yerda qo'yib ketaverasiz. Okay? Bu yana o'sha sizni reklama qilishga ham, reklamaga to'plarga chiqishingizga ham yordam beradi. Har bir odamga bo'lish kerak bu narsa. Shu profilingizni to'liqroq ko'rsatadi, yaxshiroq ko'rsatadi. Kelinglar, qanday proyektni yaratish, nimalarga e'tibor berish kerak, hammasini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'zimiz mana shu nimaga bosamiz, your profilga bosamiz va pastga tushamiz. Bu yerda project catalog degan joy bor, ha? Project catalogdan manage projects yoki add projects degan button chiqadi. O'shani bosamiz va bu yerdan create project qilsak bo'ladi. Keyin men o'sha yaratgan projektimni ko'ramiz. Birinchi e'tibor beradigan narsamiz bu yerda title o'sha profilimiz titleini qanaqa qilgan bo'lsak, o'shanga o'xshashi kerak. Non technical odam bilan ham tushunish kerak, ha? Oxirida men bu AW Telegramni ham qo'shib qo'yamiz. Uje agar qanaqadir texnik tushunadigan odamlarga ham bu uje tushunarli bo'ladi. Va titlening o'zi proyekt nima haqidaligini yaqqol aytishi kerak. Ikkinchi e'tibor beradigan narsamiz bu project attributes. Nimalarga bog'liq, shularni ham to'g'ri tanlash kerak. Qaysi yo'nalishlarga bog'liq, masalan, finance and banking, new chatbots, ChatGPT, Python. O'zingizni masalan aytamiz, Telegram, Viber'ni ham qo'shsak bo'ladi, websaytini qo'shsak bo'ladi. Slack, chunki faqat Telegram emas, boshqalarga ham yaratib berish mumkin agar kerak bo'lsa agar. Qancha ko'pini qo'shsak, Facebook Messengers shuncha to'proqqa chiqish veradiganisi bor. Va search tagsni ham обязательно qo'shamiz. Chunki bular optional qo'ygan, lekin baribir SEO degan narsa bor, o'sha sizni Upworkga reklama qilishi. Hammasi mana shularga bog'liq. Undan keyin ko'radigan narsamiz bu rasm. Rasm ham juda tushunarli bo'lishi kerak. Shunchaki Telegram botni rasmi emas, balkim mana bunaqa AI orqali men taxladim buni. AI orqali mana bunaqa rasm taxlab qo'ysangiz ham bo'ladi. AI powered signal automation. Rasmni ko'rib ham sirasi o'ziga tortishi kerak mijoz. Mijozni sirasi o'ziga tortishi kerak rasm. Rasmni ko'rdi, sirasi aytsin, "Okay, menga mana shunaqa narsa kerak" deb. Video qo'shsak bo'ladi. Yana bitta e'tibor beradigan narsamiz bu pricing. Pricingda ham o'sha boshda aytib o'tganimdek juda qimmat qo'ymaymiz. Chunki biza bu yerda marketing ko'ramiz. Qani? Shunaqa mijozlar bormi, yo'qmi? Yoki biz allaqachon bu proyektni qilgan bo'lganimiz uchun buni arzonroqqa sotamiz. $1000, $2000 deb qo'ymaymiz. To'g'ri, qiyinroq proyektlar bor, 1000-2000 deb qo'ysak ham bo'ladi. Endi proyektingizga bog'liq. Iloji boricha arzonroq yoki bozorga qarab qo'ying. O'sha boshqalar qanaqa narx olyapti, o'shanga qarab qo'ying. Masalan, men bu yerda kirib ko'rsak bo'ladi, hozir biroz keyin ko'ramiz. Va pricingda ham 3 xil tile qo'ying va har bir tileda starter, standard, advanced degandan ko'ra title va descriptionlarni ham yozib chiqing. Keyin bu yo'llarni to'ldirasiz. Juda ham unaqa qiyin narsa emas.
har bir tayyorda nimalar berasiz, mijozga o'shalarni qo'shasiz, keyin narxi bu yerda qo'shasiz va shu description ham обязательный, descriptionda ham yaxshilab tushuntirasiz bot nima haqidaligini. Bu yoqda men qisqacha qilib tushuntirganman, lekin siz maksimalniy tushunarli qilib qo'shib qo'yishingiz kerak. Yaxshi, save and exit deymiz. Birinchi under review bo'ladi, keyin уже approved ga o'tadi. Agar nimadir noto'g'ri bo'lsa, agar o'zi aytadi, uni to'g'rilaysiz va o'zi approved ga o'tib ketadi. Aytaylik, sizda 5 ta mana shunaqa bot project create qilgansiz va nimaga e'tibor berish kerak? Qani, mana bu viewlar oxirgi 30 kunda nechta view bo'ldi? O'sha viewga qarab, okay, mana bu proyektlar ba'zilari yaxshi view olayotganlarga qarab, o'shalarni improvement qilib turish kerak. Masalan, sarlavhasini o'zgartirish kerak yoki descriptionga nimadir qo'shish kerak, yoki view olmayotganlarini udalить qilib, yangi proyektlarni qo'shish kerak. 20 ta proyekt qo'shib bo'lsa agar, iloji boricha hammasini qo'shish kerak. 20 tani o'zini qo'shish kerak. Bir kunga qo'shmaysiz, har hafta kam bitta har hafta bitta proyekt qilib qo'shsangiz ham bo'ladi. Va 20 ta to'ldiki ko'rasiz. Qani qaysi topga chiqyapti, topga chiqayotganlarning sababi nima, titlemi yoki bugungi trendlarmi, trendlarni analiz qilishni o'rgandingiz-ku. Hozir kirib keyinroq LinkedIn analiz qilishni o'rganamiz, Telegramni va boshqa saytlarni ham ko'ramiz. Qani o'zi trend qayerga ketyapti va o'sha trenddan kelib chiqib bu yo'qlarni ham hammasini qayta ko'rib chiqsak bo'ladi. Masalan, proyekt deganda projects degan joyi bor, poiskda. Crypto signal bot deymiz. Qani nimalarni chiqaradi bizga? Tak, mana bu top, chunki juda ham ko'p qilgan, $350 dan boshlanar ekan buniki. Konkurentlarni ham ko'rib chiqamiz. Bu yoqda faqat shunchaki proyektni sotmaysiz, balkim o'zingizni ham mijozlar ko'rib biladi. O qanaqa nimadasiz, qanaqa proyektlar qilgansiz, boshqa proyektlaringiz, odzivlaringiz, profilingizdan ham boshqacha ko'rinadi bu. O'zingizni profilingizni kirib ko'rgandan ko'ra. Shu proyektdan ham kelib chiqib, sizni mijoz ishga olishi mumkin. Qisqacha proyektlar haqida shu. Hali ham projekt qo'shmagan bo'lsangiz, uni обязательно qo'shing va har hafta bitta projekt qo'shib keting.